Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi hafta nigohimizda GAG Aion i60 mashinasi. Bu mashinani videoga olishga to'laqonli o'zimni birinchi nomzod deb bilaman, chunki o'zimda GAG Aion S580 main mashinasi 3 yildan beri haydayman. 33 000 kilometrdan ortiq masofa bosib o'tdim. Bu brendga aloqador bo'lgan mashinalarni o'zim yoritib bersam, aniqroq yoritib beraman, chunki haydab yurganman, ko'rganman, kamchiliklari, qulaylik taraflari, hamma narsasini deyarli bilaman va bugungi videomiz orqali to'laqonligicha yoritib berishga harakat qilaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men boshladim. Ha, aytgandek, assalomu alaykum. Ramazon oyi muborak bo'lsin hammamizga. Ketdik. Kelar endi mashinaning texnik ma'lumotlariga yuzlanamiz. Mashina uzoq masofa bosib o'tadigan elektromobil hisoblanadi. Xuddi lilarga o'xshab ketma-ket gibrid. Mashinada 1,5 litrli atmosferniy motor joylashgan. Vazifasi salkam 30 kW bo'lgan batareyani quvvatlantirish hisoblanadi. To'liq batareya quvvatida CLTC bo'yicha 210 km, gibrid rejimida, ya'ni 50 litrli benzin to'liq batareya quvvatida 1240 km masofa bosib o'tadi deb aytib o'tilgan. Mashina 0 dan 100 gacha 7,9 sekundda tezlashadi. Maksimal tezligi 180 km/soat. Mashinada salkam shu 221 ta ot kuchi bor. Mashinani faqatgina oldi g'ildiraklari harakatga keltiradi. Shaharda yurganinglarda mashina 5,5 litr, 6 litr benzin sarf xarajati qiladi. Shu atmosferniy motor bo'lganligi bilamiz, 92 benzinlarni ham qo'ysanglar bo'ladi deb aytilgan. Endi iloji boricha sifatli benzinlar qo'yaverish kerak. Shunaqa. Endi aytib o'tdim, bu mashinaga alohida yuzlanadigan bo'lsam, anaqa kichkina mayda narsalar, lekin odam juda ham xursand qiladigan narsalar. Mashinada ishlatilgan temirga baho beramiz. Juda ham qattiq va anaqa to'liq bo'lib turibdi, zich bo'lib turibdi. Bundan tashqari, masalan, mana oldi qopqoqni ko'targanimda juda ham og'ir. Yosh bo'lib ko'tara olmaydi yoki qo'l polis qisiladigan bo'lsa, uzvoradigan darajada og'ir. Bundan tashqari eshiklari ochib yopganini ham sezdim. Juda ham og'irligi sezilib turibdi. Bu nimadan dalolat beradi? Masalan, qanaqadir avariyalar bo'ladigan bo'lsa yoki shunga o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, pachoq bo'lishi, ya'ni sizga ziyon yetishi kamroq. Shunaqa. Kelar endi mashinani tashqi dizayni haqida gapirib o'taman. Tashqi dizayni ko'pchilikka yoqadigan qilingan. Bilamiz, hozirgi kunda xitoyliklar juda ham asosiy chiroqlari tepada, yonda bir balo ajdarho basharali nimadirlar qilib tashlagan. Bunda esa sokinlik bor, ya'ni Yevropa mashinalariga o'xshashib ketadi. Ko'pchilikka yoqadigan qilingan. Birdek o'tiradigan, markazdagi ulama qoshlik kunduzgi yoritqich chiroqlari boshqacha ko'rk berib turibdi mashinaga. Bundan tashqari uzoq nima yaqin yorituvchi chiroqlari mana bu joyda joylashgan. Mana bu yoqda esa havo oqimi, aerodinamikani yaxshilash uchun hech qanaqa fake emas, mana teshiklar bor. Bemalol havo kirib, g'ildiraklarni sovutadi. Markazda Aion yozuvi. Yo pastroqqa tushadigan bo'lsak, 360 kamerani oldi tarafda turibdi. Radiator panjarasi 5 mm li radarlari ham bor. Ishlaydi, orqada simlar turibdi, ulanganligi bemalol ko'pirsak bo'ladi. Xo'p, teparoqda esa qaranglar, bu yoqda esa anaqa, ya'ni video registratori bor, zavod tomonidan qo'yilgan. Ajoyib. Pastroqga tushamiz. Xo'p, yon tarafda birinchi bo'lib ko'zga ko'rinadigan narsa bu 18 radiusli harmonik diskalari. Juda ham yaxshi. Oldida ham, orqada ham diskli to'xtatish tizimi bilan jihozlangan. Mana bu elementlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu o'sha endi ozgina notekis yo'llarda harakatlanganlarda yomon bo'lmasligi uchun plastik ishlatilgan. Ajoyib bo'lib turibdi. Xo'p, sekin-astalik bilan mashinaning yon tarafiga keladigan bo'lsak, yon oynaklari katta, bemalol Damas'ga o'xshaydi. Hamma narsalarni ko'rib ketasizlar, juda ham qulay qilingan. Xo'p, eshik tutqichlari an'anaviy, juda ham yoqimli mana. Va eshiklari ham og'ir, boya aytib o'tdimki, mashinaning kuzovi ham o'zi og'ir. Ya'ni sizlar bu xavfsizliklari uchun qilingan narsa-da endi baribir. Kalitsiz kirish tizimi faqatgina haydovchi eshigida bor ekan. Eshigini pastgacha tushganligi, yana mana bu joylar toza bo'lib turishi, shimliklari, poychalari yomon bo'lmaydi. Bu eshiklar yopilish, ochilishi ham juda ham ajoyib mashina. Yengil yopiladi, yengil ochiladi. O'zim mashinamda shunaqa. Mana, ko'rdingizmi? Xo'p, bu tarafda esa quvvatlash porti joylashgan. Tez quvvatlash, sekin quvvatlash. Mashina 30% dan 80% gacha 15 minutda quvvatlana oladi. Mana bu joyda
shunaqa Riu degani bu o'sha uzoq masofa bosib o'tadigan elektromobil degani. Mana bu joyda qora qilinganligi, tepadagi mana dugalarni ham qoraligi va tepadagi panorama tomini ham qoraligi mashinaga oq qora bo'lib, o'zi qora oq billa bo'lganda chiroyli bir uyg'unlikni tashkil qiladi. Bu yerdan xuddi shunaqa bo'lib turibdi, qanaqadir boshqacha bo'lib turibdi. Endi mashinaning orqasiga o'tdik. Orqa dizayni ham shu mana kunduzgi yoritqich chiroqlariga o'xshab LED chiroqlardan foydalangan, juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Markazda GAC belgisi. O'zi GAC mashinalar bilamiz, o'sha Toyota bilan hamkorlikda chiqariladigan mashinalar hisoblanadi. Shu sababli ham ishonchliligi juda ham yuqori bu mashinalarga. Endi aytib o'tmoqchiman, gibridda ham o'sha cho'qqisiga olib chiqqan bu yaponlar hisoblanadi-yu. Bu mashinada ham gibrid endi bunaqa aytganda qanaqadir muammolar bo'lishi juda ham kam bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, orqa yukxonasi. Orqa ko'rinishi juda ajoyib, mana ko'la, zamonaviy. Oldida ham orqadan shu takrorlangan bir ko'zga uradigan bir boshqa narsani ko'rmayapman. Artish tizimi turibdi, kamerasi turibdi. Mana orqa yukxonasi ham salkam 400 litrni tashkil qiladi. Mana bunaqa korobkalardan bir 5-6 ta yuklab ketsanglar bo'ladi. Xo'p, orqada nima bor? Narsa iladigan joy bor ekan, chiroqchasi bor ekan bu yoqda. Ha, buni tagida nima bor? Buni tagida ham yana kattagina joy bor ekan mana. Hop. Endi yopamiz. Mana tashqi ko'rinishi ajoyib, soddagina qilingan. Hammaga birdek yoqish uchun qilinganligi bilinib turibdi. Ajoyib. Endi ichki dizaynni ko'ramiz. Ketdik. An'anaga aylanib qolgan ichki dizayn. Birinchi eshikdan boshlaymiz. Eshigi juda ham og'ir ekan, aytib o'tdim. Mana oynalarni ochib yopish tizimi, hamma oynalar avtomatik tarzda ochilib yopiladi. Ya'ni qanaqa deylik? Bitta bosib qo'ysangiz ochiladi. Hammasi shunaqa. Bosib turish shart emas demoqchiman. Bitta bosib qo'ysangiz ko'tariladi. Oynalar bir qavat ekan. Xo'p, ochib yopish tizimi an'analigicha qolgan. Xudoga shukr, hech qanaqa bir tugmacha yoki bir bilmayman, bir ajoyib narsalar ip bo'ladi. Men qanaqadir nimadirlar qilishyapti. Bu undan uzoqlashgan, juda ham zo'r. Adigo ovoz chiqarish tizimi bilan jihozlangan mashina. Eshigi og'ir ekan. Xo'p, haydovchi o'rindig'i elektron tarzda boshqariladi. Yo'lovchi ham bu yoqda airbaglar bor ekan. E'tibor beryapmiz. Juda zo'r. Xo'p, o'rindiqlar sifati ham ajoyib tarzda. O'zim mashinamda jigarrang rangligi. Aytib o'taman, mashinada 3 xil shunaqa rangi bor. Ichki ko'rinishi, tashqi ko'rinishini ranglarini ham qo'yib ketaman. Ichki ko'rinishini ham ranglarini qo'yib ketaman. Bunisi qoraga ekan. Menga qora uncha yoqmaydi, chunki bir yorqinroq rang bo'lsa, qanaqadir sizga qo'shimcha hissiyot berib turadi, emotsiya berib turadi. Lekin o'rindiqlar sifati juda ham yaxshi, gakki. O'zim haydab yurganligim uchun bilaman. Ancha-muncha yomon bo'lmaydi. Xo'p, o'rindig'i isidi soviydi va massaj tizimi ham bor. Yo'lovchida ham bor. Xo'p, mashinaga o'tirdim mana. Nimadan boshlaymiz birinchi? Mana shu tepadan boshlaymiz. Yumshoq plastik. Bu yoqda ham yumshoq plastik. Ya'ni qo'l tegsa unaqa bir odamni ichini o'ynatib yormayapti. Meni mashinamda hamma joyi qattiq plastik, bu yerda yumshoq plastik, qo'l tegadigan joylar. Bu yoqni qanaqadir daraxtga o'xshatib qo'yibdi, ajoyib. Havo oqimini boshqarish tizimi qo'lda. Juda ham yaxshi bu. Endi rulga keladigan bo'lsak, rul tizimi ham bir ajoyib. Bu qaranglar mana o'shaganda yoqimli. Meni GAC Ion mashinamda esa plastmassadan qilingan, qanaqadir arzonda hidini berib turadi. Biroq o'tirganingizdan keyin qanaqadir bir zamonaviylikni, baribir sal qimmatroqligini bilinib turibdi mashina. Ajoyib qilingan. Xo'p, markazda haydovchi ekrani bor. Antibligi sal pastroq ekan. Ko'ringiz, quyosh tushganda uncha yaxshi ko'rinmayapti. 50-50. Hamma kerakli ma'lumotlar bor. Benzinimiz qolmagan deyapti. Tokda juda ham 18 km masofa bosib o'tadi deb aytib turibdi. Xo'p, bu yoqda shu mana ovoz orqali boshqarish tizimi, mana bu joyga nimadir qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ajoyib mashina. Uzatmalar qutisi o'ng tarafda, oynaklari artish tozalash tizimi esa chap tarafda joylashgan. Markazda esa multimedia tizimi joylashgan. Bu Xitoy tilida. Xitoy tilida buni inglizchaga yoki ruschaga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Mana o'rindiqda bosadigan bo'lsak, mana rul tizimi isiydi. Bundan tashqari mashina mana isiydi, soviydi. Massaj tizimi ham bo'ladi. Mana massaj tizimi past, ya'ni kodlaringizni massaj qiladi. Shunaqa desam osonroq bo'ladi. Mana 3 ta rejim turibdi. Mana eko, mana sport, bu normal rejim hisoblanadi.
Mana 3 xil turda o'rindiqlari, ya'ni 3 xil turda eslatmasi bor. Ya'ni sizdan boshqa yana 3 ta odam boshqarib kelsa bo'ladi. Ayolingiz hamma boshqarib kelsa bo'ladi. Mana kamera tizimiga ham e'tibor beringlar. Normal darajada yon oynalarimiz. Bu 360 kamerani borligi juda ham yaxshi. Chunki Gag Ayonda oldida sensorlari yo'q, orqada bor faqatgina va orqa kamerasi bor. Qiynalaman har doim oldiga qo'yayotganim, bir 20 yildan beri mashina haydayotgan bo'lsam, oldiga qo'yish uchun qiynalaman. Mana oldida parktronik sensorlari borligi va bundan tashqari 360 kamerasi borligi bu juda ham yaxshi. Xo'p, yana bunda o'zimda mashinada Apple CarPlay to'g'ridan-to'g'ri ulanadi. Bu mashinada bormi yo'qmi bilmayman, lekin bo'lishi kerak. Apple CarPlayga bittada ulansa kerak bu mashina. Juda ham sodda qilingan. Buni ruschaga menimcha bemalol hech qanaqa muammosiz tarjima qilib bersa kerak. Mashinani boshqarish, haydash juda ham oddiy. Bunda o'zingiz mashinangizga o'xshab, qaranglar mana. Ishlashlari yomon emas, tezliklari. Sekanslar bilan pastga tushadigan bo'lsa havo oqimi. Bu yoqda 50 voltlik sovutish tizimi bilan jihozlangan tez quvvatlash porti bor ekan. Bu juda ham yaxshi. Bundan tashqari panoramasi bor, butun boshli katta. O'zi Gagimda ham lyuki bor. Ajoyib qilingan. Xo'p, ochilishlari ham sifati ham boshqacha demoqchiman-da. Xuddi bir o'zingizga bir Cobaltga o'xshaydi, Cobaltga. Qo'l qo'yish joylari, kitobchalari bor ekan, chuqurgina qilingan. Mana suv qo'yish uchun joylar bor. Pastda esa mana tez quvvatlash portlari ham bor buni. O'zimga Gagim ham simda juda tez quvvatlaydi. Mana yozib qo'yibdi, qaranglar. Nima USB Type C bor ekan. 12 volt 120 wattlik quvvatlash porti va bundan tashqari fleshka qo'yib qo'yasizlar, o'sha yo'lda yozuvlari o'qib ketadi. Mana joyi bor, kalitni qo'yib qo'yadigan joy mana. Pastga qo'yib qo'yasizlar. Mana bu joyga nimadirlar? Tanga-panga qo'yib qo'yadigan joy ajoyib qilingan. Soddagina hamma bob mashina bo'lgan. Juda ham yoqimli. Xo'p. Endi orqa yo'lovchilar uchun nima bor deymiz? Eshigi juda ham keng ochiladi. Mana qaranglar. Mana mashinaga ochildi. Mashinaga chiqib tushish juda ham qulay degani bu. Katta ochilishi mazza. Xo'p, o'rindiqni o'zimga sozlab olganman. Mana joy bemalol. Tizam oldida ham joy bor. Xo'p. Ovoz chiqarish tizimi ancha-muncha qilinganligi juda ham yoqimli bo'lib turibdi. Bundan tashqari bilamiz, Gag Ayon Vida ham bor, BRZ 7mi, 4mi unda ham bor mana. Bu mana o'rindiqda sozlash tizimi bilan jihozlangan. Ya'ni bundoq qilsa mana tepaga ko'tariladi, kimdir beli og'risa, teparoq qilib oladi. 90 gradus qilib oladi. Ya bundan keyin yotib ketaman, dam olib ketaman desanglar, yani yotqizib olib ketsanglar ham bo'ladi. Bemalol. Oqvali, orqada ham joyni kengligiga qarang. Maza qiladi odam. Bundan tashqari mana oldida yo'lovchi uchun, mabodo bu tarafda yo'lovchi uchun mana bemalol choy-poy ichib, kompyuterini o'ynab, yo'lda harakatlansangiz bo'ladi. Orqa yo'lovchi uchun USB Type A radiomi joylashgan va havo oqimini boshqarsangiz ham bo'ladi bu yoqda. Ambient yoritish tizimi 32 xil rangda. Shunaqa. O'rindiqlar sifati juda ham qulay, yumshoqqina o'tirdim. Yaxshigina o'tirdim. Zo'r. Endi mashinani haydab ko'ramiz. Ajoyib. Eshik ochilishi juda ham zo'r ekan. Keng ochildi, mana bemalol o'tirdim mashinaga. Qaranglar, mana joylari ham boshqacha qilingan bor. O'zi Gag Ayonga esda ham shunaqa. Sifatli, qattiq bo'lib turibdi. Bu o'zi bu boshqacha mashina menga juda yoqadi. Hamma turi. Biz xitoyliklar ham itdek haydaydi buni taksilarga. Ham zo'r. O'zimni Gag Ayon mashinamda mana orqada bunda mustaqil tutqichlar turibdi-ku. O'zimda balka joylashgan, ya'ni to'sin. Shunda ham mashinam yumshoq. Bu mashinaning yumshoqligi bilinib turibdi. O'sha katta kamchiliklardan biri shuni deb bilaman, ya'niki o'sha pasti tegib qoladiganga o'xshaydi. Ya'ni clearansi 12 sm hisoblanadi. Gag Ayon S'da bir marta tegizib olganman. Shundan beri yaxshi yuraman. Bunda clearansi ancha baland ekan. O'zimda o'sha minus deb bilaman. Shaharda yursangiz bilinmaydi, ya'ni qishloqlarda yursangiz bilinib qoladi. Bunda esa 16
santimetrdan balandroq bo'lib turibdi. Bu degani bemalol qo'rqmasdan, bemalol o'nqir-cho'nqir yo'llardan ham yursalar bo'ladi. Chunki mana bu elementlar nimaga qilingan bilamiz. Bu o'sha yo'l tanlamas joylarda yurganinglarda yomon bo'lib ketsa, mana kuzovga o'tmasin, shu plastikda qolsin, buni almashtirish oson degan maqsadda qilingan. Ajoyib. Mana endi test drive boshlash arafasida turibman. Oyog'inglarni bossanglar, mashina o'zi yonadi. D'ga qo'yasizlar. Voy, hozir mana 1,5 litrli motor ishga tushdi. Ovozi eshitilyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Mashinada shovqin tizimi sal pastroqligidan dalolat beradi. Bemalol eshitilyapti-da, ham silkinishi ham eshitilyapti mashinaning. Lekin o'zini narxiga arzigulik narx, $25,000 atrofida. Bu narxga bunga o'xshagan uzoq masofa bosib o'tadigan elektromobillar sifatligisi kam. Oldin orqada Xitoyda mana ko'rishinglar mumkin. Turibdi. Ridatizni ham aytdim-ku, ishlayapti-da, 3 ta odam borligi, yana nimadirlar ko'rsatib turibdi. Yon tarafga bosganimda yon taraflarni ko'rsatib beryapti. O'zimni mashinamni nimaga ko'pchilikka maqtayman, ya'ni 3 yildan beri haydayotgan bo'lsam, hech qanaqa bir muammolarga duch kelmadim. Ko'z tegmasin. Bunda ham shunaqa bo'ladi. Ya'niki mana oldida McPherson tipidagi va orqada ko'p tutqichli osmalar bo'lgani bilan mashina juda ham yumshoq sozlangan. Xuddi Toyota mashinalariga o'xshaydi juda ham yoqimli bo'lgan mashina. Shunaqa endi hozir o'tirgan joylarim juda ham qulay o'tiribman. Mashina baland, yon oynalari kattaligiga qaranglar, Damas'ning oynalariga o'xshaydi. Bemalol harakatlarni ko'rib ketyapman. Bundan tashqari o'tirgan joyingiz ham balandlik uchun oldidagi yuk, ya'ni oldi qopqog'i ham unchalik bilinmayapti. Aytib o'tishim kerak. Mana. Endi shahar yo'llarida yuribsiz. Ashulani baland qilib qo'yib olgansiz. Aytarli, yo'lingizda hech narsa xalaqit bermaydi. Bundan tashqari faqatgina elektr tizimini ham yoqib olsangiz bo'ladi. Bemalol yurib elektrda harakatlansangiz bo'ladi. Shu o'zim mashinam juda ham tinch, bunda o'sha motor ovozi eshitilib turar ekan. Endi bilmadim endi qanchalik bu sizlarga yoqadi, bu qanchalik yoqmaydi. Lekin o'zimga sal bo'lsa ham bilinyapti. Lekin mashina ichi juda ham keng. Ajoyib. Bu mashinani olish kerak, haydash kerak-da, bo'ldi. Kamchilik qidirmaslik kerak deydi. Mana sun'iy bo'rttirishlardan o'tyapman. Qaranglar mana. Bemalol yutib ketyapti. Belga bir quloqqa urish yo'q. Bu mashinani haydaganingizdan keyin tez yurgingiz ham kelmaydi. Bir xilda yurgingiz keladi. 5 mm radarni qaranglar. Hamma narsani o'qib ketyapti, ko'rib ketyapti. Yana parkovka qilishga qiynaladiganlar uchun avtoparkovkasi bor. Adaptiv cruise control. Hamma zamonaviy funksiyalar bilan jihozlangan. Bemalol yursanglar bo'ladi. Bu yoqqa qaytaramiz endi. Bu burilishlari ham yaxshi ekan, bor-ku. Yaxshi burilib oldim. O'zi mashinani tashqi gabaritlari sizlarga tushunishinglar osonroq bo'lishi uchun Hyundai Tucson degan mashina bor, shuniki bilan deyarli bir xil. Bu BYD so'ngdan kichkinaroq bo'lgan mashina. Yana ham haydashga qulayroq bo'lgan mashina demoqchiman endi. Xo'p, kamchilik sifatida shu motordan chiqayotgan ovozni topdim. Boshqa joylarida unchalik sezilmayapti, bor-ku. 7-9 sekund bu juda ham yetarli bo'lgan tezlik deb bilaman, shaharda ayniqsa. Shu burchaklarga kirib, avtobuslardan agon qilib qayrilib olsanglar bo'ldi-da. Yana sizlarga yana nima kerak deydi boshqa. Bo'ldi, haydash kerak bu mashinani, bo'ldi olib. Bu kengligini qaranglar, oyog'im oldidagi joyda. Bundan tashqari shu o'rindiqlarni massaj, abduf, ya'ni sovutish, isitish tizimi bilan jihozlab qo'yganligi, 360 kamera borligi. O'sha nima qo'linglarda o'sha xayolinglarga kelgan nima zamonaviy funksiyalar bo'lsa, hammasi bilan jihozlangan. Bundan tashqari xavfsizligingizlarni ham o'ylab
anaqa airbaglari ko'pligi, ya'ni qattiq materiallar borligi, ya'ni yondan kelsa, oldidan kelsa, baribir endi bu mashinada siz emas, bu oilangiz ham yuradi-yu, to'g'rimi? Shunaqa paytda shunaqa zamonaviy va xavfsiz qilinganligi juda ham yaxshi. Yana nimani ta'kidlamoqchiman? Bu mashinani o'zim aytdim, anchadan beri o'zim haydayman. O'zim haydaganligim uchun batareyasini sifati ancha yaxshi bu mashina. O'sha litiy temir fosfat bilan jihozlangan bu mashina. Umrboqiyligi ancha yaxshi demoqchiman. Batereya sifati ham yaxshi mana 360, pastini ham ko'rsatib turibdi, ya'ni tagingizda nimadirlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yurasizlar. Oldingizda mashina bor deyapti. Qaranglar. LFP ya'ni litiy temir fosfat batareyalarning yana bir yaxshi tarafi, bilasizlarmi, mashina avariya bo'lganda yonib ketishi ancha pastroq. Ya'ni litiy temir fosfat ionoviy batareyalarga nisbatan. Chunki unda kislorod bilan reaksiyaga kirishib ketib qoladi-da, bu yerda litiy temir fosfat, ya'ni yonib ketishi qiyinroq bo'lgan batareyalar. Shunaqa xavfsizlik taraflari ham bor. Endi xulosa qilib shuni ayta olamanki, mashina $25,000 atrofida. Pastda nomerlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqinglar. Gaplashib, ko'rib, test drive qilib olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari mashina juda ham bir xavfsiz, keyin ishonchli, keyin bir qanaqadir ko'ngilga yaqin bo'lgan mashina deb bilaman. Bundan tashqari o'sha Toyota bilan hamkorlikda ishlab chiqarilganligi uchun gibridida ham bu qanaqadir muammolar bo'lmaydi. Albatta yaxshi benzinlar quyib harakatlanansanglar degan umiddaman. Oddiygina qilingan bir oshiqcha narsani ko'rmaysiz, lekin kerakli narsalar hammasi bor. Xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Jamlon Tillayev. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. To'xtab turinglar. 5000 bo'lishimizga juda ham kam qoldi. Sizlarni kutib turibman. Qachonki 5000 bo'lganimizda nimadirlar qilarmiz. Qaranglar, ambient yoritish tizimi mana bu joylarda ham o'tgan ekan. Eshiklar tagida ham qilingan. Ajoyib-a? Xayr, salomat bo'linglar.